Assalamu alaykum arzuyum ikinci qarar haqlıq tam pişiriq salındaki barlıq azizlər. Bugün ötülüğən dərsimiz bölcürgenlik torta hanımlar. Bu bölcürgen tortumuzga ketilgan materiallar olsa, biz aldı bilen xamirin yoğuruş için ketilgan materiallarını tunuşsak, bununla bir tane tohum, 3 gram vanilya, un şekerden yançılgan un şekerden 60 gram un şeker, 200 gram un, ondan 200 gram. Sarma yeni siyerek maydın 100 gram ketidi hanımlar. Hem biz muş materyallarının hemmisini bir kaçımız koyuğandan keyin az-azdan unu koyup durup xamir yoğurulmuz. Mana tohumni koyduk, ondan keyin vanilyan koyduk, ondan keyin un şekerini koyduk. Hem sarmayı salımız. Mana sarmayımızı koyduk hanımlar. Bularni yaxshi aralashtirib, biz unimizniki yarmini qo'ydik. Hammasi qo'yotdik. Yarım qo'yib, buni aralashtirib, xamir yo'g'irib olamiz. Xamirning yo'g'og'i uchun 200 gram un tayyor qolgan unni az-azdan qo'yib turib, xamir yo'g'irib olamiz, xonimlar. Biroqlik uchun hammasini qo'yib o'tmay. Mana qizlar, biz xamirni yo'g'irib oldik. Bu xamirimiz shunday yumshoq, qo'lga chaplashmag'day xamir qilsak bo'ldi. Bize ular suyaydi, bize ular suymeydi. Şu sebepten eğerçe xamirimiz pek boş bo'lib qolsa, yana azroq unni sepib turib, shunda xamir qilsangiz bo'ldi. Qo'lga chaplashmag'day holatda xamir qilsak bo'ldi. Bu xamirimizni ustini qoshiqqa o'rab turib, buni yarim soat tindirish qo'yib qo'yamiz, xonimlar. Endi biz bu tortimizniki o'tirsa qo'ygan kirimini tayyor qilamiz. Bu kirimi uchun kilogram materiallar bo'lsa, yarım kilo yani 500 gram süt, 40 gram un, 40 gram kraxmal, bir tane tohum, 50 gram siyrak may, 50 gram şekerden 100 gram muş materyallar ketidi. Biz aldı bilen quruq bo'lgan bir qaçımızga un, kraxmal, şeker, tohum qatorliqlarni qo'yib, muş qo'l chalg'uchimizning yordamida tashki aralashtiramiz. Bunu aralashtirib olgandan keyin sütimizniki yarmini qo'yamiz. Sütimizning yarmini qo'yib, buni o't qo'yib turib, suz o'tda aralashtiramiz, xonimlar. Bu aralashimizni o't qo'yib aralashtirish davomida yarım kilo sütimizni, yani 500 gram sütimizni az-azdan qo'yib turib, qo'yilguncha aralashtiramiz, qizlar. Bizden bu aralashimiz quyulib, muşu bo'lmoqda kelgan chog'da biz bu 50 gram sarmayın saldik. 50 gram sarmayın sep bunu davomli aralashtirib, hamda buni muzlatishga qo'yib qo'yamiz, xonimlar. Mana xonimlar, bizning kirimimiz tayyor bo'ldi. Sarmayni aralashtirib tayyor qildik. Hamda buni muzlashga qo'yib qo'yamiz. Abay xamirimiz ishlasak bo'ldi. Hamda bizga mushundaq bir liskitida xonimlar mush tortimizni xamirini silish uchun biz şu aştaqtığa un sepib olgandan keyin avayqa yo'g'irib olgan xamirimizni qo'ydik. Buning ustiga mau qoshiqni qo'yib turib, buni cho'ngitib olamiz, xonimlar. Avayqa lisimizning cho'ngligida cho'ngitib tayyor qilib olamiz. Mana qizlar, biz mush sekilagimizning yordamida ustiga qoshiq qo'yib turib, xamirimizni mushundaq cho'ngitib oldik. Endi buni avayqa qalbimizning ichiga sep, ziyadlarni kesib chiqarib, shakl chiqarib olamiz. Mana qizlar, lisimiz savoldik, yig'an xamirimizni. Endi buni tashlab olgandan keyin, endi buning cho'rsidagi bu ziyadlarni pichoq bilan kesib chiqarib olamiz. Yoki mushundaq qilib chiqarib olsak ham bo'ldi ekan, bu muhimi. Yoki bo'lmasa pichoqda kesib chiqarib olsak ham bo'ldi, xonimlar. Buni ovatimiz ziyad qismini. Endi bunun ziyadiyelerini avatqandan keyin endi buni şu cho'rlarni besib turib shakl chiqarib olamiz. Şu her shaklini chiqarib olamiz. Buni besib turib hammasini har shakl chiqarib olamiz. Buni shaklini chiqarib olgandan keyin buni duxovkaga solib 180 Selsiya gradusda 15 minut pishirib olamiz buni. Mana qizlar, cho'rsidan chiqarayotgan xamirni mana kichik qiliblar qo'yib, mana shakl chiqarib oldik. Shu bo'ylab turib. Buni pishirib olsak bo'ldi. Endi biz tortimiz pishib chiqqach, biz bu bölcürgenni
bir tal bo'ldirganni 3 parchaga bölüp, muşundaq to'g'rab oldik xanımlar. Muşundaq kesip oldik. Her kim özünün yaxşı görüşü asasan otur 2 parça kısım buldu, 4 parça kısım buldu. Muşundaq parçalap tayyor qilib oldik. Buni endi üstünü bezesh uchun ishlatamiz. Mana qizlar, bayqa kichik tortlarimiz qilibni ichi turib, muşundaq pishib chiqqan ekan. Bununla abaydan yasalgan kirimni saldik, sap, ma bo'ldirganni muşundaq bezib oldik. Her kim özünün yaxşı görüşü asasan, muş bo'ldirganni tizib, bezab iste'mol qilsa bo'ldi. Mana bo'ldirgan muşundaq tizib oldik. Endi bizning ma tort nenimiz pishib chiqdi. Buning ichiga abayqa kirimni Şimdi biz ama tortumuzun nene soğuğandan keyin, pişqandan keyin mavu soğuğan kirimizin teşhip kuyup çörsünü teşleyimiz muş qo'shig'imiz bilan. Yasoğan kirimizin kuyup hem de muş qo'shig'ning oq tarafı bilan teşlep hem tarafiga teşhiydi olmasa hanımlar. Mana qizlar qo'shig'ning yordamida buni teşhiydi oldik. Yeydi olgandan keyin endi bo'ldirganni tizib olamiz. Bölgürgeni bir qur muşxil şekilde kesip bir qur tizib olgandan keyin ikki qismiga yana bir qur qilib shunday tizib chiqamiz xonimlar. Hammasini muşxil tarqida tizib chiqamiz. Mana qizlar biz ikkinchi qurni muşxil usulda tizib olamiz. Uchinchi qurni muşxil usul tizib olamiz. Mana qizlar bizning bo'ldirganlik tortimiz pishib chiqdi, tayyor bo'ldi. Buni kesib iste'mol qilsak bo'ldi. Mana kichik bo'ldirganlik tortimizni shunday bezab qo'ydik. Bu shunchalik yeyishlik, shunchalik ta'mlik bir tort bo'ldi, xonimlar. Sizlar uyda etib, shunday bezab, bolalaringizga beringizlar. Bugungi darsimiz tamom bo'ldi. Ko'rishguncha omon bo'lingizlar, qizlar.